Toshkentdagi omborxonada yong'in yuz berdi. 29-aprel kuni Toshkent shahrining Yashnobod tumanida joylashgan omborxona binosida yong'in sodir bo'ldi. Toshkent shahar favqulodda vaziyatlar boshqarmasiga voqea haqidagi ilk xabar soat 17:05 da kelib tushgan. Ma'lum qilinishicha, yong'in Yashnobod tumani Toshkent Xalqi avtomobil yo'li ko'chasi bo'ylab joylashgan omborxonada yuz bergan. Favqulodda vaziyatlar vazirligi qutqaruv ekipajlari voqea joyiga xabar olinganidan 3 daqiqa o'tib, ya'ni soat 17:08 da yetib borishdi va zudlik bilan alangani bartaraf etish ishlari boshlangan. Ko'rilgan tezkor harakatlar natijasida yong'in soat 17:30 da to'liq qurshab olingan va soat 17:47 da batamom o'chirilgan. Dastlabki ma'lumotlarga ko'ra, yong'in oqibatida jabrlanganlar va tan jarohati olganlar yo'q. Hozirgi vaqtda mas'ul organlar tomonidan yong'inning kelib chiqish sabablari hamda yetkazilgan moddiy zarar miqdorini aniqlash bo'yicha surishtiruv ishlari olib borilmoqda. Anhoruzda qoling va bizni kuzatishda davom eting.